Shu yana sborka so'raganlar akalar, yana bitta vashi asal sborka terib ko'rdik. U ham mana shunaqa keysga terilgan. Keyslar yangi, shuni hisobga olasizlar. Bu keyslarni solmagan uchun yangi keyslardan qo'yapmiz. Xullas, akalar, to'ta trubkali kuler qo'yganmiz. Sababi X79 platamiz. Y5 2630 versiya 2 tosh qo'yilgan. 6,5 12 motor bo'ladi. Eskada kuler qo'yganmiz. DDR3 16 li bitta o'zini azusi bor. SSD 128, GTX 1066 GB li video kartasi bor. Inner 3'dagi 600 watt koreyskiy bloklarni qo'yganmiz. Ikki mashtaqa keysga terib qo'yganmiz. Narxi ham mana shu asal chiqqan. Bemalol montajchilarga ham yorib tashaveradi akalar. Montajchilarga tavsiya qiladigan normal keysimiz mana shu. Narxi ham $207 ga berib beramiz. Kerak bo'lsa mana shu do'konimizga kelaverasizlar. Paka hozircha mashinamiz yarim soatda ketamiz.